Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, navbatdagi videomiz tirikchilikdagi avtomashinalar bo'ladi. Xudo xolasa, Sher Zamin akaning hozir mashinalari bor. Bitta obzorni qilib beramiz. Yo'qsa bitta like, podpiska bosgan holda kuzating. Xudo xolasa, akamiz chiroyli nafarda qilib beradi. Assalomu alaykum Sher Zamin aka, yaxshimisiz? Aka, yaxshimisiz? Rahmat, siz yaxshimi? Qalay bo'lyapti aka savdolar? Yaxshi. Xudo xolasa, so'rayaptimi odamlar? So'rayapti. Kamda, lekin bugun yaxshi. Bugun yaxshi. Nisbatan yaxshi. Aka, bizni xudo xolasa obunachilarimiz juda aktiv. Hozir shu mashinalarimiz borni hammasi birma-bir hammasi aytib o'tasiz. Faqat sizdan bitta iltimos bo'ladi. Faqat kamchiliklari bo'lsa, kamchiliklar bilan qo'shib, faqat yashirmasligimiz kerak. Aka, qani Cobalt'dan boshladik. 2021 290 ming yurgan mexanikasi. 3 ta joyda petnosi bor, detali o'zi almashmagan. 8300 so'rayapmiz. Kami bor. Gazlarigacha qo'yib qo'yilgan. Tayyor mashina. ABS hamma narsasi bor. Kondisioner cho'tki ishlab turibdi. Hadovoy motorda hech qanaqa ishi yo'q. Bemalol ko'rsatavering. Mana do'stlar, ko'rib turibsizlar, salon holati ham juda ideal holatda turibdi. Poliklar taqilgan, chexollar taqilgan. Amerikan Cooptralari 4 ta sakkiziga 4 yumshoq balon, gazigacha bor. Kraskasi absolutno top-toza. Pultlarigacha 906. Zapaskalari tushmagan, men holatlarini ko'rsating ichkarisini. Kraska top-toza. 100 talik любая проверка, 60 ming yurgan. Keladi, proverka qiladi, probegini, kraskasini, hadovoy motor korobkasigacha, moyigacha almashtirib qo'yilgan. Ichlarini ko'rsating. 23 ga 23. Mana do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Motor holatini tushuntirib bering. Mana motor. Gazigacha bor, mo'ylari almashtirib qo'yilgan. Atseklari joyida, tiniq mashina. Hech qanaqa kamchilik yo'q. Motor hadovoyda hech qanaqa kamchilik yo'q. 2023 10300 so'rayapmiz. 10 mingga sotamiz. Sizni kanalingizdan kelsa yana 100 o'tib beramiz. Shu kanaldan kelsa 100 o'tib beramiz. Keyin mana bunaqa narsamiz bor. Masalan, 10 ming so'rab turibmiz, 10 mingga baraka qilamiz. 8 ming pulini beradi. Aford qilib beramiz. 1000, 2000 yetmasa 2 oygacha halol narsa ham bor. Foiz yo'q bizda. Gap yo'q. Sizni kanalingizdan kelsa, 2000 yetmaydi, 1000, 1500 yetmasa kelsin. Gaplashamiz, nomiga aford qilib beraveraman mashinani. Xolasa 60 kunda olib kelib bersin, xolasa har 30 kunda olib kelsin. Mana shunaqa masala yo'q. Mashina nomida ketadi, bugun ketadi. U bizda foiz yo'q, $1 ham qo'ymayman ustiga. Qancha vaqtgacha endi? 2 oy, 60 kungacha. Mabodo cho'zilsa yana 15 kun yana indamaymiz. Bizda anaqa yo'q. Mashina aford qilasiz, faqat muomalamiz chiroyli bo'lib, aka-uka bo'lib qolsak bo'ldi. Maqsad shu. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turibsizlar, Sher Zamin aka o'zi mashina olib sotadi. Xudo xolasa, bundan oldingi bozorlarda ham hammasi mashinasini reklama qilib berganmiz. Aka baraka topganligi uchun yana bizdan hozir reklama olib berishimizni so'radi. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turibsizlar, qayerda bor shunaqa variantlar, shunaqa berishlar, buni oldi sotdi kerak bo'lsa, hamma tomonni qilib beraverasiz. Javob aka, mana qarang, hozir keladi. Mashinamiz gazda, agar benzinda yurmasa, haydaydi-ku. Shunday kaltin berak ketaverim. Programmasigacha qilingan. Hadovoy agar bir joy tiq ketsa, mana mashinangizda xafagarchilik yo'q. Shuncha aytyapman. Luboy tagi ustini ko'radi, mana shu mashinamga javob. Zo'r. Gap yo'q aka. 18 ga 19. Faqat kapotining uchida petnosi bor, boshqa joyda yo'q. 7700 so'rayapman. O'tib beraman bundan ham. Mexanika. 3 pakenli metan gazi. Metan gazlarigacha bor, Puli yengil, yana ham yengil qilib beraman sizning kanalingizdan kelsa. Buni variantlarini polni bir boshidan tushuntirib. Buni yetmay qolsa 1-2 oyga beraman mana shuni. 500, 600 ming yetmay qolsa beraveraman mana shuni. Hech qanaqa ish yo'q, yurib turgan mashina. Salon qismiga keladi. Ko'rsating. 7700. Turibsizlar, evagor poliklar qo'yilgan. Borda kami, bizda kami bor. Diyan holatda. 18 ga 19. Buni qancha deyapsiz oxiri? 55 millionga beraveramiz. 55 millionga beraveramiz. Bo'ldi, masala yo'q. 2015-16. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Juda ideal holatda turgan Gentle avtomashinasi, Cobalt avtomashinasi. Bemalol kimga yoqsa, aka nomerini pastda qoldiramiz. Savdo qilib kelishlaringiz mumkin. Buni ham kelishtirib beraman. O'shanaqa afond qilib beraman. 500 ming yetmasa kelishamiz. Beraveramiz. Bugungi baraka. Tak, 2 oygacha 60 kun beramiz. beramiz.
16. Tak, navbatdagi avtomashina Nexia 2 1.6 3 paketli metan gaz bor, super konditsioner. Shunaqa. Ichki qanaqa orqa oldisi butun, pechat. Mana shu eshigida petnosi bor, narigi eshigida petnosi bor, orqasida petnosi bor. Qolgan joyi top-toza, kelib tekshiraveradi. Do'stlar, kimga Nexia 2 kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol akaning nomeriga aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Evakor poliklar qo'yilgan, chexollar taqilgan, magnitofonlar qo'yilgan do'stlar. Ataylar mana holatlarni ko'rsin deb yechib qo'yganmiz. O'zida mana naqalar bor. O'zi bilan turibdi bu yerda hammasi o'zi yechib qo'yilgan. Orqa oldi pechat. Hech qanaqa masala yo'q. 55 millionga beraveraman. Ustida yana savdosi bor. Sizning kanalingizdan kelsa, bo'ldi. ustida kelsin, sizning kanalingizdan kelsa savdosi bor. Mana hurmatli kuzatuvchilar, Sherzamin akaning mashinalarini o'zlaringiz ko'rlaringiz, hammasi juda ideal holatda turibdi. Aka bilan boshida kelishib olganmiz, borni boricha ko'rsatishga. Endi bitta narsaga e'tibor bering, hurmatli do'stlar, mana Nexia 2 mizni qayerda ko'rgansizda ikki tomonni ochib qo'yasiz. Faqat orqasini butunligini isbotlab berish uchun akamiz keyin bizda bunaqa narsada aka. Bu video ko'z aldamaydi-da, keladi, ko'radi, mashinamiz aytilgan ustasiga boradi. Aytilgan motor, hadovoy, probegga boradi. Ustasi oyna soladi. Bo'lmasa shunday kalt olamiz, uzr deb ketamiz. Mabodo yoqmasa bizda majburlab sotish yo'q. O'zlarining ustasi, motoringizni ko'rib oling desa, o'sha klientga ol desa oladi. Kraskalarni tekshiradi. Bizdan keyin ham meni vaqtimda olding, demak shu mashinani olasan deyish yo'q. Biz naborat shunday borib turib, tanish bilish aka-uka bo'lib qolsak, suvini ham olib berib, obedini ham olib berib uzr deb ketadigan odammiz. Gap yo'q aka. Insonmiz-ku. Bo'ldi, gap yo'q. Vaqtini olganiga uzr so'rab, biz vaqtimizga rozi bo'lib ketaveramiz. Bo'ldi akajon, sog' salomatlik. 95lik 110 2231. 2231 telefoniga bemalol telefon qilsa, Sherzamin aka xudo xolisa mashinalarni chiroyli narxlarda, yanada kelishgan narxlarda qilib beradi degan umiddamiz. Kimga mashinalar kerak bo'ladigan bo'lsa, Sherzamin aka, agar mashinasi bo'lib turib, barter bor. Oldiga kelsa, barter ham bo'ladi, puliga narxlab olib qo'yaverasiz. Olib qo'yaveramiz. Chiroyli. Barter bo'lmay shunday bo'lsa ham olib kelamiz, pulni naqd beramiz. Bizda mana bunaqa narsa. Ko'chada narxlatadi, $100 qimmatiga olib qolaman. Mana shunaqa. Hamma shuni ko'rsatadi, ikkita uchta olib sotarga ko'rsatsin. $100 qo'shib olib qolaman. Olib kelsin. Mayli aka. Sherzamin aka, sizni ishingizga omad. Aka, savdolaringizga Xudo baraka bersin aka. Sog' salomatlik, charchamanglar.